Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Xorazm viloyatidan navbatdagi bemorimizni qabul qildik. Aka, siz nimalar bezovta qiladi? Bel og'rig'i, grija. Grija. Aha. Qani qaysi holatlarda sizda og'riqlar bo'ladi? Nima bo'ladi ana shu vaqtda? Og'riydi shu vaqtda. Egilganda og'riydi. Tushunarli. Bugun nechinchi massajingiz? Birinchi. Nima bo'ldi? Nimalar qilindi? Shu hamir shakirdab ketdi, achchiq edi. Hozir har bir umurtqa ochilganini sezdingizmi? Bir nimalar uzilganday bo'lib ketdi. Yaxshi. Qani bitta turing qani endi. Endi bitta o'tirib, yurib, turib turing qani, egilib. Yengillashadi. O'tiring qani. Aha. Nima gap? Yengillashdi ozgina. Assalomu alaykum, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Xorazm viloyatidan kelgan Ortiq akamizni davolanish kuni 12 kun bugun to'ldi. Xudo xolasa endi ertaga javob beramiz. Mana endi o'zi mana shu bizning klinikada yotib davolanib, o'zida bo'lgan o'zgarishlar haqida qisqacha ma'lumotlarni aytib o'tsangiz, aka o'zingiz bitta tanishtirib. Assalomu alaykum. Men Xorazm viloyati Xonqor tumanidanman. Shu grija bo'yicha keldim. Og'riq bor edi belimda. Hozir yaxshi. Qayerdan, kimdan eshitib keldingiz? Gruppadan topdim. Gruppadan videolarni ko'rib keldingiz. Videoni ko'rib. Mana qarang, siz 12 kun yotdingiz, 12 kunda ichida ana shu gruppaga tashlangan videodagi odamlar shu yerda ko'rdingiz, to'g'rimi? Ha, hammasini ko'rdim. Hammasi o'sha, misol meni qarindoshim, tanishim yoki qanaqa iltimosnomalar bilan chiqmabdi. Mana shu 12 misol sizda juda kuchli og'riq emas, o'zingiz yurib keldingiz, qanaqadir asabga tegadigan, belda, oyoqda og'riq. Egilgan paytda og'rirdi. Hozir o'sha odamlarda misol keldi, og'riqlari bilan kelgandi, hozir ketgunicha siz o'shalarni kuzatdingiz. Ketishida ham og'riq bormidi? Yo qanaqadir norozi? Ketishida ham shu ozgina bor, endi qolib ketadi deydilar. Ha, ezilgan, zadalik og'riqlar bu yerdan chiqqandan keyin davo butunlay to'xtab qoldi degani emas. Bu yerdan chiqqan kuningizdan boshlab kun sanaysiz, bir og'riq kuchayib, sizga ham shu narsa tavsiya beryapman. Qo'rqib qolmang, og'riq kuchayib o'ynasa. U davo ketyapti, ya'ni 17-kuni ertalab yoki 18-kuni ertalab 100% absolyut og'riqlar xudo xolasa qoladi. Shundan keyin yaxshimanku deb belga, umurtqaga nagruskalar bermasdan bir oy yana o'zingiz avaylab tavsiyalar bajaraverasiz. 40 kungacha kundan kunga yengillanish ketaveradi. Bugun oxirgi kun yengillashdi lekin. Ha, endi bundan buyog'iga misol uyingizga ketgandan keyin bu yerda mana issiqqina joy, issiqqina xonalar, temperatura, harorat almashgandan keyin bir bezovta qilib oladi. Tushundingizmi? O'sha vaqt qo'rqib qolmang. Ha, davoni kuchi o'sha yerda yotib, davolanib chiqib ketguncha ekan. Bu yerga kelguncha qanaqa lechinalar oldingiz, o'zingizda o'sha lechinalar olgandan keyin o'zgarishlarni ozgina qisqacha qilib, klinikalar nomini aytmasdan. Barmoqda ostirganman. Bu foyda qildi. Barmoqdan ostirgansiz, necha marta ostirgansiz? 1 marta. Qayerda ostirgansiz? Toshkentda? Yo'q, Xorazmda. Xorazmda ostim. Ha, yana nima lechinalar olgansiz? Yana shu ukol dori. Necha yildan beri o'zim mana shu og'riqlar sizda bezovta qiladi? 7-8 yil bo'ldi. 7-8 yil bo'ldi. Samarqandga ham bordingiz. Samarqandga ham bordim. Ana shu davolanib chiqqan joylaringizda davo natijasini olgansiz, to'g'rimi? Ana shu yerda, mana shu yerdagidek o'zgarishlar, effektlar bo'ldimi? Ketadigan kuni shu vaqtda ham og'riq bo'lganda. Aha. Hozir bormi og'riq, yo'qmi? Hozir bor, dumamunda ko'p emas, ozgina. Kechagi aytgan joyingizdagi tochkadan tashqari og'riq bormi boshqa joyda? Kecha ushlab ko'rsatdim-ku mana shu joyda. Yo'q, ana shundan tashqari. U endi qarang, meni kasalligim emas, u narsa kecha aytdim-ku. Mana et qisib qolgan, yillar davomida qisilib, et o'sha suyakni orasiga kirib qolgan. Ana shu narsa endi o'zini holatini tiklab olguncha ozgina vaqt ketadi. O'zingizga absolut realni ko'rsatib, tushuntirib aytdim, mana o'ynatib ham ko'rsatdim. Agar meni qo'limda bo'lsa, o'sha narsani o'sha momentda qilib olsam, u menga birinchidan avtoritet, ikkinchidan ishonch 100% emas, 200% ga oshadi. Chunki mana shu narsangiz og'rig'i sizni qachondan beri bezovta qilyapti. Ana shu joyingizni kechani o'zida hal qilganimda endi. Chunki endi u narsaga o'zingiz ozgina ko'nikib, vaqt kerak. Tushunarlimi?
Endi sizni ko'rib turgan odamlarga nima deb tavsiya qila olasiz? Meni og'rig'im qoldi, kelinglar. Hozir mana shu yerda yotgan bemorlarning fikri, og'riq kuchli kelganlar ham bor, og'riq bo'lmay kimlardir profilaktika uchun kelganlar bor. Ana shularning ham fikri qanaqa biz haqimizda? Hammasi yaxshi. Britaniya borasida qanaqa to'ymay qolish yoki xonalarda qanaqadir issiq sovuq masalasi qanday? Britaniyada borasida qiynaldingiz? Britaniyalar yaxshi. Xonani nimasi ham yaxshi. Konditsionerlar ishlab turibdi. Bemalol tavsiya qila olasiz, to'g'rimi? Uni tavsiya qilaman bemalol. Sog' bo'lsin, omon bo'ling. Endi gapga ozroq boyagida bu kishi. Bitta to'xtang, yurib ko'rsatib bersam. Kelgan kuningiz qanaqa, qaysi mashqlar qilganingiz? Qo'lingizni uzatasiz. Ana shu vaqt belda og'riq bormi? Yo'q, hozir yo'q. Yo'q-a? Hozir yo'q. Bitta o'tirib turing qani. Qarang, qanaqa og'riq bor? Hozir og'riq yo'q. Umuman og'riq yo'q. O'tirgan payti yo'q og'riq. Kelgan vaqtingiz, egilib ko'rsatgan vaqtingiz ana shu holatda og'riq bordi, bormi? Shu payti bor edi, hozir yo'q. Yo'qmi? Tamam. Sog'lik, omonlik. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar. Bizlarda bundan zo'r videolar hali oldin.